Zapravkada portlash, qurbonlar borligi aytiladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq 3:5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. 30-may kuni Qozog'istonning Atraf viloyatidagi Qo'lasari shahrida avtoyonilg'i quyish shoxobchasida portlash yuz berdi. Hodisa oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, 14 kishi turli darajadagi tan jarohatlari oldi. Bu haqida Nur.kz xabar berdi. Atrof viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, portlash oqibatida yon atrofdagi xonadonlar ham yongan. Yong'in soat 20:15 da qurshab olinib, 21:47 da to'liq bartaraf etilgan. Viloyat hokimi Serik Shapkenov voqea yuzasidan favqulodda shtab yig'ilishini o'tkazgan. U favqulodda vaziyatlar departamentiga barcha kuchlarni safarbar etib, yong'inni bartaraf etish, oqibatlarni kamaytirish va aholini xavfsizligini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar bergan. Viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xabariga ko'ra, jarohat olgan 14 kishidan 10 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Qolgan 4 nafari ambulator kuzatuvda. Uning umumiy ahvoli barqaror, reanimatsiyada bo'lgan og'ir bemorlar yo'q. Atrof viloyati politsiya departamentining ma'lum qilishicha, hodisa yuzasidan tuman politsiya bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan ayoqishlardan birida zil yonib ketgani oqibatida 3 kishi halok bo'lganda, yana bir kishi shifoxonaga joylashtirilganda.